O'sha odam bilan suhbatingizdan keyin balki men rostdan ham noto'g'ri qildim, balki hamma ayb mani o'zimdadir degan fikrlar tez-tez ichingizdan o'tsa, ehtiyot bo'ling, chunki bu odam manipulyator bo'lishi mumkin. Demak, Manipulate kitobi Gaslighting. Gaslighting bu sizni xotiralaringiz, his-tuyg'ularingiz yoki voqelikni idrok etishning noto'g'ri ekanligiga ishontirish hisoblanadi. Bu bo'lmagan, sen bo'rttiryapsan, sen juda sezgirsan, hammasi xayolingda. Vaqt o'tib inson o'ziga ishonchini yo'qotadi va uni to'g'rilaydigan odamga bog'liq bo'lib qoladi. Sizni shaxsiy fikringizni yo'q qilib tashlab, o'zlariga qaram qilib olishadi. Bu manipulyatsiyadir. Bunday inson bilan munosabatdan keyin avval ishongan narsalaringizga ham shubhalanishni boshlaysiz. Doimiy o'zingizni ayblaysiz. Hamma muammo menda deb o'ylaysiz. Oddiy narsalarda ham men to'g'ri qilyapmanmi deb o'zingizdan so'raysiz, chunki manipulyator sizni qo'rqitib qo'yadi noto'g'ri qaror qabul qilishdan. Siz o'z his-tuyg'ularingizga shubha qilishni boshlaysiz. Men haddan tashqari sezgirman, men bo'rttiryapman deb o'ylaysiz. Lekin siz bu odamni qilayotgan ishlariga normal reaksiya qilayotgan bo'lasiz. Manipulyator sizni asta-sekin yaqinlaringiz, oilangiz va do'stlaringizdan ajratadi. Ular seni tushunmaydi deydi. Siz esa unga ishonib oxirida yolg'iz qolasiz. Manipulyator va siz kimligingizni unutasiz. Eng og'ir oqibat siz kim ekaningizni, nima xohlashingizni, nimalarni yoqtirishingizni eslay olmaysiz. Gaslightingda qo'l ko'tarilmaydi. U sizga jismoniy zarar bermaydi. U sizni ichingizdan sindiradi va eng yomoni siz bunga o'zingizni ayblaysiz. O'zingizga va o'z his-tuyg'ularingizga ishoning. Sizni doimiy o'zingizga ikkilantiradigan odam sizni sevmaydi, sizni boshqaradi. Manipulate kitobi do'stlar, har bitta beti bittadan texnikadan iborat. Hammasi manipulyatsiya texnikalari yig'ilgan kitob. Manipulate kitobiga qiziqqan bo'lsangiz, kitob so'zini izohda yozib qoldiring.